Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Sizlarga Sayxunobod tuman 8-son bolalar musiqa va san'at maktabining 9 oy davomida bajarilgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Sayxunobod tuman 8-son bolalar musiqa va san'at maktabi 9 oy davomida jami 230 dan ortiq o'quvchilarni turli musiqa va san'at yo'nalishlari bilan qiziqishlarini orttirib, band qilib kelmoqda. So'nggi yillarda Yurtboshimizning madaniyat sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha qabul qilgan farmoyish va qarorlarga asosan maktabimizda ko'p ishlar amalga oshirildi. Xususan, Sirdaryo viloyat madaniyat boshqarmasi tomonidan 5 turdagi 20 dan ortiq musiqa asboblari hamda o'quv qo'llanmalari o'quvchilar foydalanishlari uchun topshirildi. Bundan tashqari, el atrofidagi san'atkorlar va sozandalar bilan mahorat darslari va ko'rgazmalar tashkil etildi. Respublikadagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik memorandumlari imzolaganligimiz bois 2024-2025 o'quv yili bilan 2025-2026 o'quv yilini taqqoslasak, oliy ma'lumotli o'qituvchilarimiz 63% dan ziyodini tashkil etayotganligini ko'rishimiz mumkin. O'quvchilar harakatlari bo'yicha so'nggi 9 oy mobaynida 5 nafar o'quvchimiz respublika ko'rik tanlovlarida yuqori ko'rsatkichlarni qayd etib kelmoqda. Sayxunobod tuman 8-son bolalar musiqa va san'at maktabi 2024-2025 o'quv yilida 13 nafar o'quvchilarimiz maktablarini bitirib, 2 nafari oliy ta'lim muassasalariga, 6 nafari ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida va qolganlari umumta'lim maktablarida o'qishni davom ettirmoqda. Ijod maskani turkumiy dasturlari asosida 2 ta mahorat darsi, 3 ta ochiq dars, 2 ta konsert dasturi o'tkazildi. Tumandagi umumta'lim maktabining musiqa o'qituvchilari bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilib, uslubiy yordam ko'rsatilib kelmoqda. Sayxunobod tuman 8-son bolalar musiqa va san'at maktabining o'qituvchilari tomonidan tuman markazidan olisda joylashgan umumta'lim maktablarida so'rovnomalar o'tkazildi va so'rovnomalar natijasiga ko'ra xalq cho'loq sozlari yo'nalishi bo'yicha 7 ta to'garaklar amalga oshirilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.